Chetto bog'lon xo'jayin keldi. Yordam so'raymiz endi. Bitta yur. Harakat bo'lamiz. Sen oyog'ing teg qarab yursang bo'lmaydi, ha? Ko'rmay qoldim. Ay xo'jayinga tushuntira olarsan o'zing. O'zing gapirma, aytolmayman bularga. Hozir nima deydi? Bu endi tushunadimi? Aqib tashlaydi hozir. Assalomu alaykum xo'jayin. Assalomu alaykum xo'jayin, charchamaysizmi? Yaxshimisizmi? Nima bo'pti mashina bitdimi? Xo'jayin shu siz palaga bo'lib qoldi ozgina. Yordamingiz kerak. Chapalagat bola zarladi, ikkita jeri ham bor. Nimani boshlading endi? Gaz ishlangasin, noto'g'rilab qo'yibman, motor yonib ketib qoldi. Motor yonib ketdi. Qaysi biring bo'yningga tushadi? Ikkalang sheriysanlar-ku. Bizda pul yo'q, xo'jayin qilib berishga. Xalqdan yordam so'rayman, ha. Sherigim bilan yig'ayotgan mashinamiz motori yonib ketib qoldi. Men hozir ish olgan eng yaqinim sizlar hozir. Pastda karta nomerini qoldiramiz. Insof bilan 1000 so'm, 2000 so'm emas, 100 ming, 150 mingdan tashlayveringlar. Assalomu alaykum. Tabriklasanglar bo'ladi. 25 yoshimda o'zimga yuton balarga qildim. Alyapti ustoz. Aldaysan Sardor. Nimaga birovni aldaysan?